Voy, men bu xitoyliklar reklama qilayotgan deyman. Ashi zo'r. Xitoydan olib keltirasizlarmi? Yo'q, o'zimiz ishlab chiqaramiz mana. Ayyo, o'zimiznikilarga bunaqa narsa ishonib bo'lmaydi. Nimadan ishlab chiqaryapsizlar o'zi? Paralondan? Ayyo, ishonmayman. Xitoyliklar ham o'zi paralondan ishlab chiqaradi buni. Seriozmi? Ko'rsataymi? Ketdi. Mana bu chexolgacha bemalol mashinada yuksanglar bo'ladi. Mana bu ko'ryapsizmi? Akkuratni ishlangan hamma yo'q. Bu og'irligi bor buni. 7,5 kg. 7,5 kg PPU strushka ishlatilgan buni ichiga. Mana ichini ochaman. Mana. Mana bu yerda list bo'lsa, mana buni ichida list bo'lsa, mana buni ichida mana paralon strushka. Mana bunaqa strushka bo'ladi. Maydalangani, xuddi shunday. Maydalangani bo'ladi. Bundan ortiq undan tashqari hech narsa solinmaydi, faqat maydalangan paralon solinadi. Bu yostig'ingiz mayli, o'tdi. Lekin mamiga baribir eski ko'rpachani tiqqansiz. Ikkita ko'rpacha tiqqaman, brat, ikkita. Hozir ko'rsataman. Taqdiramiz mana. Bu saralmaslik uchun mana anti-slip mato bilan qoplanadi. Spesialniy rezinka mato. Qo'lingiz bilan ushlasangiz bunda sirg'almaydi. Qo'lingiz bilan ushlaydi bunda. Sirg'amayapti. Shunday yechib turib, mashinaga so'rasizlar, chexolni ham. Shu mana tayyor chexol mashinaga shat tashlaysiz bo'ldi. Mana onam eski ko'rpachalar. Da PPU ST3040 degan nom bor buni. Mana Formline zavodi yetkazib beradi bizga. Garantiya 5 yil. Bemalol. Okey. Lekin men bu baribir yubqa temirdan bo'lgan sinib ketadi-yu, okey. Mashinami? Mashina sinib ketadi dedingizmi? Mana qarang, brat. Siz ko'rsataman hozir mana. Hozir sindirishga harakat qilamiz, xo'p, billa. Qani? Bismillah deb, mana. Qani? Bo'ldi, brat, ishondim.